Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Salih Xudoyor Donald Trumpning Amerikaning 47-chi qitimliq prezidentlik saylovida g'alaba qilganligini tabrikladi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi 6 noyabr kuni Donald Trumpning Amerikaning 47-chi navbatlik prezidentlik saylovida g'alaba qilganligiga aloqador tabrik so'zini ijtimoiy axborot vositalarida o'rtoqlashdi. Tabrik so'zida mundaq deyildi: Donald Trump apandi, qayta saylanganligingizni tabriklayman. Faxrlik Şərq Türkistan vakili Amerikalik Uyg'ur bo'lish sifatim bilan sizga tabriklarimizni va xalqimizning umidini yetkazman. Xitoyning zulmga qarshi turishdagi jasoratingiz Uyg'ur, Qozoq va boshqa barliq atalmish Xitoy Xalq Jumhuriyatining ishg'oliyati va besimi ostida erkinlik uchun kurash qilayotganlarni ilhomlantirdi. Prezident apandi mustaqil Şərq Türkistonni asliga keltirish davosini qo'llab-quvvatlab, qayta takrorlanmasin va'dasiga vafo qilishingizni talab qilamiz. Biz birlikda Şərq Türkistondagi Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirib, Xitoyning xirislarini to'xtata olamiz va texmo bexatar erkin dunyoga erisha olamiz. Şərq Türkistonni qaytadan erkin va mustaqil qilish orqali Amerikani qaytadan qudratli qilaylik. Biz siz bilan hamkorlashib, har kimga yangidan erkinlik va bexatarlik elib kelishni umid qilamiz. BBC xabar tori 6 noyabr kuni Trumpning g'alabasi Ukraina, O'rta Sharq va Xitoy uchun nimadan derak beradi degan temada bir analiz maqolasi e'lon qilgan bo'lib, maqolada Donald Trumpning Oqsaroyga qaytib kelishi urush va aniqsizlik davomlashayotgan dunyoning nurg'un joylariga ta'sir ko'rsatib, Amerikaning tashqi siyosatini yangidan shakllantirishi, nurg'un taraflarda radikal o'zgarishlarga va'da qilishi mumkin. Trump saylam raqobati jarayonida aralashmaslik, savdoni qo'g'dash prinsipiga asosan konkret tafsilotlardan xoli holda eng avval Amerikani cho'rdigan holdagi keng siyosat va'dasini berdi. Uning g'alabasi parallel kriz ichida Washingtonning tashqi ishlarga tutgan pozitsiyasidagi necha 10 yildan buyongi eng muhim yoshirin qalayimqanchiliklarning biri ekanligini ko'rsatdi. Safarbarlik faoliyati jarayonida Trump ko'p qatim Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushni bir kunda oxirlashtira oladiganligini aytdi. Qanday qilib bunday qila oladiganligini so'ralganda kelishimni nazorat qilishni aytdi. Ammo tafsiliy izohat berishni rad qildi. Trumpning 2 nafar sobiq davlat bexatarlik boshliqlarining mayda yozgan tekshirish maqolasida Kiyev Rossiya bilan tinchlik suhbati olib borganda Amerikaning Ukrainani qurol bilan ta'minlaydiganligi bayon qilindi. Rossiyani jalb qilish uchun G'arb Ukrainaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga kirishini kechiktirishga va'da berdi. Sobiq maslahatchilar Ukraina barliq zaminini Rossiya ishg'oliyatidan qaytarib olish umididan voz kechmasligi, hozirgi oldingi safni asos qilib suhbatlashishi kerak dedi. U izchil o'zining muhim ishi urushni oxirlashtirish va Amerika boyligining xurishini to'xtatish ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Urushni oxirlashtirishda Amerika birinchi usuli, ya'ni Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining kelgusidagi strategik masalasiga uzangan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti 2 dunyo urushidan keyin shakllangan Atlantik okeanidan halqagan Sovet ittifoqiga qarshi harbiy ittifoq bo'lib, hozir 32 davlatdan tarkib topgan. Trump uzundan buyon bu ittifoqqa gumon bilan qaraydigan bo'lib, Yevropani Amerikaning qo'g'dash va'dasidan haqsiz foydalandi deb aybladi va amaliyotda Amerikani Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidan chekindiramdi yo'q. Bu Atlantik okeanidan algan mudofaa munosabatining bir asrga yaqin vaqt ichida yuz bergan eng muhim burilishi bo'lib qoladiganligi yanada munozara masalasi. Ammo amaliyot shuki, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti rahbarlari uning g'alabasining ittifoqning kelgusi uchun nimadan derak beradiganligi va uning to'sish unimining dushman rahbarlari tomonidan qanday to'nilishi to'g'risida jiddiy andisha his qiladi. Trump O'rta Sharqda tinchlik elib keladiganligi to'g'risida va'da berdi. Ammo qanday qiladiganligi to'g'risida tafsiliy aniq bir narsa demadi. Agar Baydenning o'rnida bo'lgan bo'lsa, Hamasni mablag' bilan ta'minlaydigan Eronga og'ir bosim qilganlikdan Hamasning Isroilga hujum qilmaydiganligini aytdi. Trump hukumatı Amerikani Eronning yadro kelishimidan chekindirgan, Eronga texim ko'p jazo yurgizgan, Eronning eng kuchli harbiy qo'mondoni general Qasim Sulaymonni o'ldirgan siyosatga qaytishga urinishi mumkin. Trump Oqsaroyda Isroilni qo'llaydigan siyosatlarni yo'lga qo'ydi. Yerusalimni Isroilning poytaxti deb atadi va Amerikaning u yerdagi bosh elchixonasini Tel Avivdan yo'tkadi. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu Trumpni Isroilning Oqsaroyda ko'rgan eng yaqin do'sti deb atadi. Tanqidchilar uning siyosatining rayonni muqimsizlashtirganligini o'ttirg'a qo'ydi. Trump saylan jarayonida bir qancha bayonot e'lon qilib, G'aza urushining oxirlashishini xohlaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi.
Uning Isroiliya rahbarligini kuchli qo'llash arzusi bilan urushni oxirlashtirish tirishchanligi o'rtasida qandaq yo'lda mangdiganligi, O'rta Sharqda qandaq rol o'ynaydiganligi aniq emas. Xitoy bilan bo'lgan munosabatda Amerikaning Xitoyga tutgan pozitsiyasi tashqi siyosatning strategik muhim tarafi, shundaqla yer shari bexatarligi va savdosiga eng chong ta'sir ko'rsatdi. Trump vazifaga o'tirganda Xitoyni strategik raqib deb atadi va Xitoydan Amerikaga kirgiziladigan mallarga tamojna bejini yo'lga qo'ydi. Savdo siyosati Amerikadagi davlat ichidagi saylovchilarning Amerikaning yasamchilik xizmatini saqlab qolish qarashiga zich bog'lanishliq. Trump Xitoyni kontrol ostiga olish uchun boshqa davlatlar bilan ittifoqlashish siyosatidan uzoqlashadiganidek turdi. Amerika o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan Tayvanga davomli harbiy yordam bilan ta'minlaydi. Agar Trump oktabrda Oqsaroyga qaytib kelsa, u Xitoyning Tayvanni qamal qilishining oldini olish uchun harbiy kuch ishlatmaydiganligini, agar Tayvanni qamal qilsa, parallel holda Xitoydan import qilingan mallarga boj qo'ydiganligini aytdi, deyildi. Amerikaning 47-ci növbətlik prezidentlik saylımı qaynam taşqınlıqda elib berilayotganda Xitoy bölgünçilik to'qilmalarini yaygan. Amerika ovozining 6 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika prezidentlik saylimining bilet tashlash asnosida seshanba kuni saylam bilet tashlash o'rinlari biletni sanayotgan vaqtda tajovuzchi Xitoy hukumatining zuvani bo'lgan Xinhua agentligi Amerikadagi bo'lingan shtatlarning prezident saylimining g'alaba nutqlari nomli g'ajviy sinalg'u lentasini e'lon qilgan. İctimai axborot süpisi X'de tarqıtılgan Xinhua agentligining sanada Amerikadagi bo'linma siyosat va ijtimoiy temalardan foydalanib prezident Trump va uning raqibi Kamala Harrisni hajviy qilgan. Sınavda Trump bilan Kamala Harrisning rolini olgan artist Amerikadagi qurol zo'ravonligi masalasini masxara qilgan. Trump bilan Harrisning qo'sh kishilik iqtisod va muhit masalasiga bo'lgan qarashlari kulkili qilib tasvirlangan. Amerikaning ittifoqdoshlarini harbiy yordam bilan ta'minlaganligi tanqid qilingan va ijtimoiy aloqa supisi TikTokni cheklashini masxara qilgan. Rossiya va Iranning saxta uchur tarqatishiga o'xshash Xitoyning Amerika saylimini nishon qilgan saxta uchurlari Amerikaning demokratik sistemasiga buzg'unchilik qilish tirishchanligiga markazlashgan. Iran va Rossiyaning davlat egiligidagi axborot vositalariga o'xshash Xitoyning yer shari vaqti gazeti saylamdan keyin ma'lumotchilik chiqishni oldin mo'ljallagan. Xinhua tori Amerika demokratiyasi to'g'risidagi haqiqatni oshkorlaydigan 8 muhim masalani, ya'ni pul paxalligi, saqliqni saqlash, jinoyat, ma'rif, bola tushirish, turalg'i setib olishchanligi, shal gazi va ko'chmanlar masalasi qatorliqlarni jiddiy masala deb bayon qilgan. Maqolada Amerikani siyosiy va iqtisodiy jihatda mag'lubiyatga uchragan deb o'tirg'a qo'ygan. Prezident kandidatlarining haqiqiy o'zgarishlarni qila olmaganligiga qaramay, bu masalalardan foydalanib avomning ovoziga erishdi deb tasvirlagan. Xitoy Amerikadagi biletga ta'sir ko'rsatish tirishchanligini oshkora rad qilgan. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning chorshanba kuni Trumpning g'alabasi to'g'risida so'ralganda saylovni Amerikaning ichki ishi deb atagan. Seshanba kuni Atlantik okean kengashining raqamlik adliya tadqiqot tajribaxonasi Xitoyning to'rt turining 2024-yildagi Amerika saylamining butunligiga buzg'unchilik qilishni maqsad qilgan Rossiyada ishlangan mazmunlarni tarqatganligini tepib chiqqanligini oshkorlagan. Xitoy uzundan buyon ijtimoiy aloqa uskuналaridan foydalanib, Xitoy Kompartiyasi va uning kishilik huquq xotirasi to'g'risidagi salbiy xabarlarga qarshi turgan bo'lsa-mu, Microsoftning tadqiqotchilari Xitoyning yaqinqi yillarda Amerikani ojizlashtirish, irq, ijtimoiy iqtisod va ideyani bo'ylab ziddiyat terishni maqsad qilgan uchurlarni yayganligini tepib chiqqan. Tadqiqot shirkati Grafika 9-oyda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Amerikaning 2024-yildagi prezident saylimidan ilgari siyosiy suhbatga ta'sir ko'rsatishda texmo vahshiylashganligini bayqagan. Xitoy davlat sirlarini oshkorlagan fuqarosiga o'lim jazosi bergan. Al Jazeera xabar kanalining 6 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Beijing davlat bexatarlik ministrligi chorshanba kunidagi bayonotida Jiang familiyalik birining davlatning nurg'ulg'an maxfiyatlariga erisha oladigan o'rindan ayrilgandan keyin boshqa bir o'rinda taklif bilan ishlaganligini, chet el josuslik axborot organlariga nurg'ulg'an davlat maxfiyatligini oshkorlaganligini, bu Xitoyning davlat bexatarligiga og'ir tahdid elib keladiganligini aytgan. Xabarda aytilishicha, Jiang g'alati urf-odatni yashash yamchigi bilan chet elga qiziqtirilib, chet elga chiqqan. Xarakteri ojiz, pulga amroqligidan qo'llanilgan. Ministrlikning aytishicha, Li familiyalik chet ellik josus uni hamkorlik kelishimi imzolashga qistagan va Jiangning USB diskisi, shundaqla shaxsiy narsalarini qo'lga tushirgan. Jiang familiyga yordam qilgan xizmatdoshi Ju familiyalik 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.
Ministerlik o'lim jazosining ijro qilinish vaqti to'g'risida hech qanday tafsilot bermagan. 6 oyda Xitoy Angliya tashqi istixborot tashkilotini markaziy hukumatda ishlaydigan bir juft ayolni ishga qabul qildi deb ayblagan. Beijing sudi avstraliyalik yozuvchi Yang Hengjunni josuslik jinoyati bilan ayblab kechiktirib o'lim jazosi bergan. Amerika taftish mahkamasi 1989-yildagi Xitoy kompartiyasiga qarshi Tiananmen voqeasiga qatnashgan Nyu-Yorklik demokratchi bir Xitoyga josuslik qilish harakati bilan shug'ullangan deb ayblagan. Amerika Markaziy axborot idorasi oldingi oyda ijtimoiy tarmoqlarda tashkilot bilan qanday bexatar aloqa qilish to'g'risida Xitoycha yo'l yo'riq chiqargan. Mafkura to'g'risida burunqi zamonlarda ilmning kuchi bilan izohlayolmagan hodisalarga, tabiat qonuniyatlariga uyg'un kelmagan voqealarga xoriqa, ya'ni odatdan tashqari degan ism berilar edi. Hatto ilm bilan xoriqalik hodisalar orasida bir turlik o'xshamasliklar mavjud deb qaraladi. Ilmga ishonadiganlarga xoriqalarga ishonmaydigan ahvollarmi ko'rilgan edi. Kunimizda bo'lsa xoriqalik hodisalarmi ilmning izlanish temalari qatoriga o'tdi. Xoriqalarga ma'lum darajada ilmiy izohatlar berilishga boshladi. Demakki, aslida ilm bilan xoriqalar orasida o'xshamaslik yo'q ekan. Xoriqalar to'g'risidagi xato yakunlarmi aslida uningga bo'lgan tonishdagi xatolikda, ya'ni uningga xato ta'bir berilganligidan ekan. Xoriqalar qandaqdir ilm, ya'ni ilm-fan bilan ochiqlash mumkin bo'lmaydigan narsalar bo'lmasdan, balki faqatla moddiy, ya'ni pozitiv ilmlar izohlashdan ojiz kelgan hodisalardir. Ma'naviy quvvatlar borasida bahs qilinadigan ma'naviy ilm bo'lsa, xoriqalik hodisalarni ilmiy izohatga ega qila oladi. Xoriqalar qandaqdir tabiat qonuniyatlarining sirtida yuz beradigan hodisalar emas. Chunki tabiat qonunlari moddiy va ma'naviy deb ikki turga ayriladi. Xoriqalar ma'naviy hodisalar kategoriyasida bo'lganligi uchun moddiy qonuniyatlarning sirtidagi hodisa bo'lsa-mu, ammo u yanada tabiat qonuniyatlarining ikkinchi turi bo'lgan ma'naviy qonuniyatlar doirasida ma'naviy quvvatlarning asosiy qismlari mafkuralar bilan birlashib hosil bo'lguchi qimmat qarashlardir. Ma'naviy ilmlarga kelsak, bularmi ijtimoiy ilmlar doirasida ijtimoiylikning jonliq ko'rgazmasi bo'lgan. Tarixda mafkuralardan maydonga kelgan hodisalar to'g'riliq son-sanoqsiz o'rnaklar bor. Termopilda 300 Spartalikning 100 minglarcha ironliklarni mag'lub qilishi ana shu mafkura soyasida emasmidi? Jean d'Arc ismli nodon bir qizning inglizlarni Fransiya tuproqlaridan haydab chiqara olganligi shu vaqtdagi fransuzlarning ro'yida uyg'ongan mafkura soyasida amalga oshmaganmidi? Buyuk Iskandarning, Annibalning, Sezarning, Buyuk Friedrichning, Napoleonning, shundaqla buyuklikda yuqorqilardan har qachon qilishmaydigan islom va turk potihlarining xoriqaliklarga to'lgan g'alaba zafarlarini faqatla ayni chog'dagi qo'mondonlarning doirligiga bog'lab olish to'g'ri emas. Bularni tilga olgan vaqtda cho'qim ash qo'mondonlarning orqasidagi qo'shinning ro'yida hamma millatlarning vijdonida yalqinlab turgan mafkura o'tinimi hisobga qo'shish lozim. Mafkura turtkisida Napoleonning oyoqi ostida qolgan Germaniya faylasuf Pishtanning bir qancha nutqi bilan uyg'onib tirildi. Mafkura turtkisida mustaqillik va birlikni yo'qotib qo'ygan Italiya, Polsha, Chexoslovakiya, Yugoslaviya qatorliq davlatlardagi shu yerlik millatlar yangidan hayotiy kuchga ega bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Mafkura turtkisida mutaraka, ya'ni urush to'xtatish kelishimidan keyin qurollarning hammasi tortib olinib, Yunon askarlariga topshirib berilgan Anatoliya birla hujum bilan zanjirlarni uzib tashladi va inglizlarning moddiy va ma'naviy yordamlarini elayotgan Yunon qo'shinlarining siyosiy va askariy abdibashirasiga qaratib o'q uzdi. Mafkuraning yuqorida biz tilga ilib o'tgan ijtimoiy xoriqaliklardan boshqa yana ayrim xoriqalarimi bor. Alayliq sarang bo'lib qolish ehtimolligi bor bir odamni qutqizib olishning yo'li bormi? Bu savolni so'rag'uchi mashhur bir ingliz ro'yatchisi, psixologi bo'lib, u savolni so'rab bo'lgandan keyin javobini berib mundaq deydi. Bor, agar u odam ulug'vorlikqa to'lgan biror mafkuraga ega bo'la olsa, u chaqda u sarang bo'lib qolishdan qutulib qoladi. Darvaqa ko'pincha ahvolda saranglikning sababi ruhdagi quvvatning ojizlab ketishidan, idora qiluvchi quvvatlarning, ya'ni arzu-armonlarni mahkam tutib turadigan bir omil, ya'ni harakatga keltiruvchi quvvatdan mahrum bo'lishidan kelib chiqadi. Ba'zi odamlarning ro'yida doim bir xil xushallik, xushxo'ylik aks etib turadi. Buning sababini ba'zi ro'yatchilar miyaning quvvatidan ko'rishidi. Halbuki bir qator realliklar ko'rsatmoqdaki, mazkur inson hayotining ma'lum bir davrida qattiq baxtsizlik bo'hronlarini boshdan kechirsa, yana boshqa bir davrda to'limi xushal-xuram o'tadi. Ko'pincha vaqtlarda bir yigit muayyan sohaning fanlarini o'qishga boshlaganida
Балалық чағыда алған тәрбиясінің ro'yitiga singdirgan mafkuralari uning matematika va tabiiy fanlardagi ko'ngilni buzadigan tushunchalarga qarshi bardoshlik berolmay qoladi. Balalıqdagi mafkurlarning bu xil qarshilik ko'rsatishi amaliyotda balalik buhroni deb ataladigan bir xil kurash qilish bosqichining boshlanishidir. Bundaq buhronga duchor bo'lgan yigit yillar davomida baxtsizlikning yig'ilib mangan jimi ochiqlarini tetiydi. Ümidsizlik, ishonchsizlik kasaliga giribtor bo'ladi. Kechalari uxlay olmaydi. Oxiri bo'lolmaganda kallasini chirmab olgan bu alamdan qutulish uchun o'zini o'ltirib olishga majbur bo'ladi. Mana bularning hammasining sababi uning bolaligida yoshirin engiga qabul qilgan mafkurasining qarshilik ko'rsatishi, buzib tashlashi bilan munosabatlik. Navoda bu yigit yetarli zehniy quvvatga ega bo'lib, yillarcha tirishchilik ko'rsatsa, falsafaning, ro'yat, ya'ni psixologiyaning, ijtimoiy ilmlarning yordamlariga tayansa, u chog'da mafkuralarining ma'lum ilmlar bilan birlasha oladiganligini tushunib yetalaydi. U chog'da mazkur ilmlarning mafkuralar ustidagi tajribakorlik rolimi tugaydi. Yosh yigitmi mafkurasiga qarata sho'rliq, nazariyalashgan bilimga ega bo'ladi-da, qaytadan hayotiy kuchga to'lib, eliqidek yoshlik buhronlaridan talto'kis qutulib ketadi. Chunki bu yigit endi balalik chog'idagidek sho'rsiz, ongsiz emas, aksicha u sho'rliq, muhokama qilib tura oladigan saviyadagi xushxuy, umidvor va iymonli bir yigitdir. Mafkuraning shifo berish kuchi faqatla ro'yi yoki nerva kasalliklari bilan cheklanib qolgan bo'lmasdan, mafkuraning yana jismoniy kasalliklarga ham favqulodda ta'siri cho'ng. Mashhur german olimlaridan Finer to'limi qo'rqinchli bir jismoniy kasallikka giribtor bo'lgan edi. Doktorlarning hammasi uning saqayishidan umid uzib bo'lgan edi. Lekin uning kasali ro'yi quvvatining ta'sirida mafkuraga yuzlandi. Mafkuraning iymon ishonchining yordami bilan qisqa mezgilda kasalidan uzil-kesil saqaydi. Xulosa shuki, mafkurlik odamning ro'yi sog'lom bo'lganidek, vujudimi sog'lom bo'ladi. Mafkurlik odam o'z navbatida vataniga, oilasiga va kasbiga doir vazifalarni voyaga yetkazib o'rindaydi. Kishilar orasidami sharaf va baxtiyorlik ichida yashaydi. Manba Erik gazeti 222-son, 1948-yili 24 noyabr. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.